Yangi domda yangi kelin kuyov itar bilan shug'ullanmoqda, shovqin-suron qilib. Ertasi kuni qo'shni Sasha buva shikoyat bilan chiqdi. Bolam, yangi kuyov ekansan, tushundim. Kelinni ertalabgacha baqirtirib chiqdik. Iltimos, shuni sal sekinroq ovoz chiqarmasdan qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, lekin qanday qilib? Qanday qilib deysanmi? Skoch bor-u, skochdan foydalan. Kech tushdi. Kelin kuyov o'z ishlari bilan band. Maslahatga amal qilib, skochdan foydalanishyapti. Hamma joy tixa. Sasha buva, hammasi yaxshimi? Ha, yaxshi. Yana bir xotka. Sasha buva, yaxshimi? Ha, yaxshi. Sasha buva zo'rmi? Ha, zo'r. Sasha buva qalay? Yaxshi. Sasha buva, bilasanmi? Yaxshisi skochni olib tashlab qila qol. Nimaga? Chunki butun domdagilar meni itaryapti deb tushunyapti.